Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Ekskavator pogrushchik ishqibozlari, spetstexnika ishqibozlari, hammalaringni yangi yil bilan tabriklayman. Hamma YouTube kuzatuvchilari, mana shu bizni chetda kuzatib borayotganlar, O'zbekistondagilar hammani yil yangi kelsin, yaxshi kelsin. Hammani o'ylagan niyatlariga yetsin. Bugungi mavzumiz nima bo'ladi? Yil boshidan klientlarimiz telefon qildi. Ancha yangi narsalar aytmoqchiman hozir. Pogrushchik so'radi, ekskavator so'radi. Biz endi panzakaz ekskavatorlar, pogrushchiklar olib kelganligimiz uchun asosiy bizda O'zbekiston bo'yicha eng arzon narx deganim sababi bu klient puliga keladi. Texnikani hammasi o'sha uchun arzon keladi. Bu qanday arzon keladi? Zavod narxida keladi. Biz bundan yo'l haqqimizni olib qolamiz. U arzmagan pul bo'ladi. Shu uchun boshqa joylarga qaraganda 5 ming, 10 ming, 20 ming dollardan arzon. Yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. Glavniyda rasmini qo'yib ketaman hozir. Viamar ekskavator deb so'radi ko'plarimiz. Bormi? Sizdan arzon ekan juda dedi. Undan ham bor, lekin undan yaxshisini ham sizga taklif qilamiz. U Viamar unaqa именно o'sha nom bilan chiqmaydi. Bizdagi nomi boshqa. O'sha glavniyga qo'yib ketaman, xuddi o'sha ekskavator. Hamma joyi xarakteristikasi bir xil. Uni biz Xitoydan topdik. Xinyu Rena Kers degan nima ekskavator bor. Yanmar motori bilan xuddi o'sha ekskavator. Agar o'sha bo'lsa, ko'ringlar. Agar u bo'lmasa, u emas. Shunaqa bor. Даже shu hamma joyi birga bir o'sha sizlar so'rayotgan ekskavator mana shu. Может boshqadir. Men topgan mana shunaqa. O'sha uchun nimaga qo'yib ketdim glavniyga. Dizelniy nimasi baklari ham xuddi o'sha plastmassadan. Qolgan joylari ham xuddi o'sha siz so'ragan narsa xolos. Uni motori Yanmar motor. Keyin bizda o'zimizniki bor. U Xinyu Rena Kers degan zavoddan chiqadi. Nomini xohlagan nomingizni qo'yib olaverasiz. Keyin o'zimizni olib keladigan brendimiz bor. U Shanzong zavodidan chiqadi. U ham Yanmar motor bilan keladi. U biz olib keladigan sizga ancha выгодно bo'ladi. Chunki buning lapalari ham bor. Qaychi, shu 6 xil narsasi bor. 3 xil kovushi, adapteri, gidromoluti. Keyin yana bitta narsa. Где-то taxminan 500 ga bermasa kerak. Men zavoddan telefon qilib bilaman. $1000 qo'shsangiz aylanadigan 360 gradus adapterini ham taqib beramiz. O'shanda nima kerak bo'lsa sizda hamma narsasi bo'ladi. O'sha yaponskiy motor Yanmar, шестерен emas, buni gidronasoslar, porshnevoy gidronasos. Qolgan joylari o'sha nima oporniy stoykalari, oyoqlari hamma joyi, strelasi ham juda uzun. Keyingi videoga uni ham nimasini rasmini qo'yib ketaman, yo bo'lmasa Telegramdan yozsalaring. Ba'zi glavniydagi nimadan Xinyudan u ancha zo'r. O'sha sizlar so'ragan Viamar bormi deb telefon qilib mendan so'radi. O'sha glavniydagi Xinyu Rena Kers degan nima chiqdi. Ekskavator. Bu ishlab chiqaruvchilari bilan biz aloqadamiz. Bularning narxlari ham mana shu o'zgarmaydi. Mana shu 42 ming keladi 85 taligi. Shu nimasini tashab qo'ying. Prosta ularda lapasi yo'q. Lapasi yo'q. 75 talik xolasalaring, 95 talik xolasalaring, 85 talik, 120, 105, 150 любой razmeri bor. Tak, bizda 135 dan boshlab tepasi Cummins motor bo'lib keladi. U ancha zo'r, baquvvat motor juda. Narxlarini bilsangiz kerak. 135 taligimiz 70 ming, 150 taligimiz 75 ming. Sizning nomingizga o'tishi bu. O'sha pul bilan sizning nomingizga oformit bo'ladi sirasi. Keyin yana bitta narsa. Bo'lib bersak, ana undaqaga kredit leasing deydi. Yo'q, bu podzakaz bo'lganda bo'lib berish yo'q. Sababi siz zavodga 70% pulini berasiz,
Qolgan 30% tayyor bo'lganda bu yoqqa kelganingizdan keyin bersangiz ham bo'ladi. Bu yoqqa texnika kelgandan keyin tekshirib olasiz. U sizni 100% pulingizga keladigan narsa. Bu bo'lib berish, lizing, kredit yo'q bu narsada. Chunki siz zavod narxida olyapsiz Xitoydan. Srok поставка o'rtacha 30 kunda keladi. Endi biz cho'zilib ketishini oldini olib 40 kunga shartnoma qilamiz. Shu yana bitta narsa. Pogruzchiklarda telefon qilib juda 1.8 ni ko'p so'rayapti. Bizda o'zi 1.8 ni 3 xili bor, zakazga keladigan. 8 tonnaligi bor. Bu ham o'sha Vichai motor 6 portion, o'sha 315 talik korobka, kichkina korobka deydi. O'sha XMG ni korobkasi. O'sha FN modelidagi 1/1 o'sha motor, o'sha korobka qo'yilgan o'sha g'ildiraklar. Просто vesi sal gabariti kichkinaroq, 8 tonna, 10 tonna emas. O'sha 25 ming narxi. 10 tonnaligimiz ham bor. Kichkina korobka 1.8. Uning narxi 29 ming bo'ladi. 28 ga ham kelishsak bo'ladi. Tak. 10 tonnaligi. Endi 10 tonnalikni katta korobka 2,1 kubaligi bor. 3 xilda o'xshi. Katta korobka 2,1 kubalik 10 tonnamiz. Korobkasi 428 talik korobka deyiladi. O'sha hamma bilgan Cayenne modeliga qo'yiladigan 31 ming narxi.